yer, bino inshootga bo'lgan huquqini davlat ro'yxatiga olingani to'g'risida guvohnoma ko'chmas kadastr xizmatidan olishligi ko'rsatib o'tilsin deyapti. Siz ya'ni fundament qo'yib, g'ishtni urib, tomni yopib, obyekt bitirgandan keyin kadastr berishvordi, hokimning qarori bilan. Keyin hokimga uchradim, prokurorga kirdim, mana prezident siyosatiga qarshi borib, yaxlitimiz boshqa emas qarorlar bekor bo'lmagan holatda yerda boshqadan protsess bormi shunga? Bu bering. Endi hozirga beraman. Keyin prokurorga bergandan keyin men prokurorga talab qo'yganman, rafik degan. Upadeniyaga mana prezidentga qarshi borib mana qilyapti. Aksiyonda bermadi. Hokimda bugun o'zi qamab berasan deganman, Rafikovga. Deganimdan keyin men uni o'sha o'tirib 1 soat ichida 5 hal qilib, ikkinchi chiqqan qarorga prokurorga propiska keltirib beraman. Kadastr nomini ro'yxatga olishda monitoringda nima o'rganmay, o'rganib chiqib monitoring qilish kerak emas bu. Xatlovda olingan joy. Xatlarda olinganuvchi Boqodir Zaynabxon Olsoti deyapti. O'sha odam nashu odam. Yer o'qqa yer nashu odamni qo'lida qarori bor. Qarori bo'lsa ariza bilan murojaat qildim. 2009-yilda berilgan. O'yin jarayonida komissiya shuni obyektlari sizlar finansada Tanganing ikkinchi tomoni ham borda. Hozir bu yopishyapti. To'g'risi kalkat uzilib qolyapti. Sizlar yarim samolyotsimizlar, bular qo'shib janjallashyapsizlar. Yo'q. Sizga opani menga misol uchun umuman anaqasi yo'q-da. O'ylab degancha aytyapman. Yo'q, opaga duom boradi, suvga tushuncha beraman. Meni vazifam. Men gaplashib mana kadastr aytib ketdi. Bu yerda fuqaroni ayblaydi, yana bir joy bor. Kadastr shu vaqtda xatlovda nizom bor. Nizomda aytib komissiya tayinlangan. Nizomda haqiqatda kimniki bo'lsa qarorga olib kelib belgisini qilishi shularga o'rgatsin, shuni qildirsin degan ma'noda xatlov bo'lyapti bu yerda. Ko'rib o'tib ketsin yana qolsin degan davlat ro'yxatiga olingani to'g'risida guvohnoma ko'chmas kadastr xizmatidan olishligi ko'rsatib o'tilsin deyapti. Siz ya'ni fundament qo'yib, g'ishtni urib, tomni yopib, obyekt bitirgandan keyin kadastrga borib, yeringizga, mulkingizga guvohnoma oling deyapti. Keyin o'rtada bitta boshqa odamga berishvordi, hokimning qarori bilan. Keyin hokimga uchradim, prokurorga kirdim, mana prezident siyosatiga qarshi borib, yaxlitimiz boshqa emas qarorlar bekor bo'lmagan holatda yerda boshqadan protsess bormi shunga? Bu bering. Endi hozirga beraman. Keyin prokurorga bergandan keyin men prokurorga talab qo'yganman, Rafikov degan. Upadeniyaga mana prezidentga qarshi borib mana qilyapti. Aksiyonda bermadi. Hokimda bugun o'zi qamab berasan deganman, Rafikovga. Deganimdan keyin men uni o'sha o'tirib 1 soat ichida 5 hal qilib, ikkinchi chiqqan qarorga prokurorga propiska keltirib beraman dedi. Propiska keltirib bergan turibdi. Undan keyin propiska keltirib bo'lgandan keyin 2018-yili qa'dan topyapti. Mana bu meniga qaror chiqaryapti 7-6 sutkaga. Bular zaxiraga olyapti, 7 sutka qilib olyapti. Mana shunaqa qilib nima bo'lyapti-da? Zaxiraga olganim kimgadir beradi, berishi uchun oladi deyapsiz-a? Beraman deb. Yo'q, endi bu zaxiraga olmasdan turib oldin birovga berib olgan. Ha, zaxiraga olmasdan turib birovga berib olgan. Men zaxiraga olib qo'ygansan, mana bunaqa holat bo'lgan degandan keyin prokuror ikkinchi chiqqan qarorga propiska qilgan, tuman hokimi bekor qilib yuborgan uni. Meni qarorimda 6 sutka yozilyapti, bular zaxiraga olyapti 7 sutka yozyapti. 7 sutka, 1 sutka ekan. Yastinni ruxsati bor qurilishga, mana u yildan mana u yilga qilasan demagan. Ekspertiza mana bu kadastr xatolik ko'rinib turibdi. Buni o'zingizga man deb turing. Kadastr xatolik. Kadastr nomini ro'yxatga olishda monitoringda nima o'rganmay, o'rganib chiqib monitoring qilish kerak emas bu. Xatlovda olingan joy bu. Xatlarda olinganuvchi Boqodir Zaynabxon Olsoti deyapti. O'sha odam nashu odam. Yer o'qqa yer nashu odamni qo'lida qarori bor. Qarori bo'lsa ariza bilan murojaat qildim. 2009-yilda berilgan. O'yin jarayonida komissiya shuni obyektlari sizlar finansada Tanganing ikkinchi tomoni ham borda. Hozir bu yopishyapti. To'g'risi kalkat uzilib qolyapti. Sizlar yarim samolyotsimizlar, bular qo'shib janjallashyapsizlar. Yo'q. Sizga opani menga misol uchun umuman anaqasi yo'q-da. O'ylab degancha aytyapman. Yo'q, opaga duom boradi, suvga tushuncha beraman. Meni vazifam. Men gaplashib mana kadastr aytib ketdi. Bu yerda fuqaroni ayblaydi, yana bir joy bor. Kadastr shu vaqtda xatlovda nizom bor. Nizomda aytib komissiya tayinlangan. Nizomda haqiqatda kimniki bo'lsa qarorga olib kelib belgisini qilishi shularga o'rgatsin, shuni qildirsin degan ma'noda xatlov bo'lyapti bu yerda. Ko'rib o'tib ketsin yana qolsin degan ana. Endi o'yla gaplashib o'tdik mana. Yaxshi joy bilamayapman bu yerda. Endi to'xtab turing. Endi
Shu vaqtda olib kelmagan, yer vaqtida yer hozir eram davlat ro'yxatini o'tadi, to'g'rimi? Quruq yer. O'tadi, qaror bilan murojaatsi o'tadi. O'tadi, to'g'rimi? Oldinlar yer qaror bilan xususiy bo'lib o'tmagan. Yer uchastkasiga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi davlat orderi yoki yer ajratish qarori bo'lsagina davlat ro'yxatini o'tadi. O'tadi baribir. Ha, o'tadi. Shu vaqtdan bo'lgan shu yer o'tadi. Agar qarori bo'lmagan taqdirda ham foydalanuvchisi bu foydalar zaynabxon bo'ladi. Qaror bo'lmagan taqdirda ham. Chunki u yerdan kimdir foydalanayotganligini biz xatoga kirishimiz kerak-ku. Soliq to'lash kerak. Soliqqa tortish kerak. Niye soliq to'layaptilar bu masala? Yalqadek qaror bilan soliq to'layapman debdilar. Soliq to'lamayapman yo'q. Soliq to'layapman. Qarasi raqam berilgan mana. Yo'q, qanday raqam berilgan bo'lsa. Soliq to'layotganmiz nega? Bular bu yerda davlat ro'yxatini o'tmaydi, men shu yerga ayronman. Yer, Abdulla aka, komissiya nimaga tuzilgan? Mana shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun tuzilgan. Komissiya obdan o'rganish kerak bo'lgan. Komissiya o'rganish imkoniyati bo'lmagan. Juda ko'p joy bo'lgan. O'shaning uchun bular o'tib ketgan shunaqa qilyapti. Menchi mana shu zakariyaga olishda noto'g'ri olgan deb mana adliyaga kiryapman. ana ikkinchi masala endi bulardan so'rab o'tamiz, qani javob bersalar bo'lsa yurish kerak bo'ladi bu yerda. Zakariyalos bo'yicha gaplashmayapmiz, biz kadastr bo'yicha gaplashyapmiz. Bular shu salgina bo'ldi. Kadastrda hozirda bular agarda qaysi brizimda qonunlar chiqaryapti, yangi qonunlar o'zini egallab turgan joylari bo'lsa, qonun chiqdi shu bo'yicha berish mumkin deyapti tadbirkor. Qanday bularga o'zgarishlar berish imkoniyatlari bo'lsa, mana resimga eshityapsiz. Shu imkoniyatlar bo'lsa aytib o'ting, bular qulay ketdi. Hozir yangiliklar ham bor-ku deyapmiz. Shuning uchun mana siz kuzatyapsizlarmi? Yangilikni aytishdan oldin opaga kecha kuni men hukumatdan berdim. Sud qarorida buni qarorini Zakariyaga olib qo'ygan qaror bor. O'sha vaqtda sudga bering dedim. Protezni o'zini qarori o'z kuchida qo'ygan deb boshqa sud qarorini chiqarish kerak. Sud qarori bilan narigi protez bekor qilsa, qaror yana o'zini kuchiga qaytib qoladi. Yo'q, qaysi protezam bormi bu yerda? Protez yo'q. Protez bor. Bu keyingi qaror, boshqa bir o'tib Bizga bo'lib ketgan o'sha. Protezga nisbatan Zakariyaga olingan bu. Protezga nisbatan emas, shunchalik shu ishlarni beradi. Davlatnomaga nisbatan Kim bergan? Davlatnomaga nisbatan 7 sutka olyapti, qaror 6 sutka chiqqan. Qarang, bitta xato, ikkinchi xatosiga qarang. Bular 38-modda bo'yicha Yer kodeksining 38-moddasi bo'yicha ketish kerak edi. Sud orqali olish kerak edi. Yer qarori. Hozir bular dalolatnoma orqali olgan. Dalolatnoma tuzilmagan. Dalolatnoma tuzilgan bo'lsa, hozir buni ham so'raymiz, mana hokimiyatdan nimasidan dalolatnoma qilmasdan qilingan ish bu. Bu 7 sud. Qayerda bu yer? Dalolatnoma bu 7 emas, oldi bo'lish kerak, mana bo'lish kerak. Ha 7-ku. Ha 7. Bu 7 ni yozib qo'yganda menga aytyapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Bular deblar. Hozir shunaqa munosabatda 7 meni tergov qilyapsiz-da. Siz hozir muammoni yechishingiz kerak. Siz hozir men muammoni yechamiz mana. Endi mana ko'rsataman sizlarga. Mana endi idora tashkilotlari xatlarini muhokama qilamiz. Bu yerda bu ish juda ham chalkashib ketgan o'zida. Mana mutaxassisimiz ko'ryaptilar bu masala. Mana bu ko'rsangiz bu yerda justitsiya, qisqasi adliya vazirligi beryapti bana. Mana buni o'qib ko'ring endi. Mana Zakariyaga ko'p xatoliklar qilgan deb o'tgan. O'qib ko'rsangiz, bilaman. o'qidingizmi? Mana Zakariyaga olish bilamasda xato. Yana qaysi tashkilotdan ana shu. Mana. Bunday vaziyatda o'qib ko'rgan bo'lsangiz, bir Zakariya olishdek tartiblar buzilgan deyapti. Hakikating bu xatosi deb o'ylaymiz shu narsalarni. Mana yurist bo'lsa shu javob beradi, mana shu yurist tartiblari bo'lsa, yurist aka bir tane savol iltimos. Mana shu qaror, mana shu olgan Zakariyaga. Bunda xatolik borki, men qarorga o'tadimi shu? Shu qarorni shu bilan bekor qilib qo'yadi. Mana shu qaror qanday biz qaror. Sizdan hozir siz aytyapsiz, men buni bekor qilish kerak deyapsiz, bu shunda kuchga kiradi deyapsiz, to'g'rimi?
Buni bekor qilish shartmi hozir? Zaxira bo'lmas. Hali zaxiraga olingan qaysi narsaga? Men tuman hokimligini, kadastr organi tuman hokimligini qarorlarini muhokamachi vakolatimiz yo'q. O'zingiz Bu to'g'ri, bu noto'g'ri ish vakolatim. yo'q, vakolat yo'q. Lekin Mana shu qaror bilan narsaga. Men hujjatni qilib beraman. ko'rasizmi shu bilan? Yo'q, qaror. Kuchli bo'lgan qaror bilan davlat xizmati arizasini men qilib beraman. Lekin Ishlamasligi bo'yicha Mana shunga keldik. Biz shunga keldik, shu uchun keldik. Olib kel, qaror bering. Ana belgi. Qani shularga e'tibor bermaysizlar sizlar. Qani qaror mana qaysi? shu qaror hozir bekor bo'lyapti. Mana noto'g'ri qo'llangan zaxira qarorlari Yo'q, mana buni siz aytmang. Bu qaroringizni hech nimaga arzimaydi bu. Shunday qilib aytaman, hozirgi qaror. Siz amaldagi qarori bor-ku buni. Hali bu bekor qilmagan. bekor qilingan narsa yo'q. Ana shu uchun ham siz buni bekor bo'lmagani uchun buni bekor qilsadi oldin. Mana hokimiyatingiz. Mana bu zaxiraga kela olsa bo'lar edi mana buni. Mana bu yerda hurmatli kuzatuvchilar, mana uni bekor qilmasa o'zlari aytyapti. Amalda bu. Amalda lekin tasdiqlasangiz, bularga olib kelib amaldagi istasangiz o'tkazish menimcha kadastr mas'ul bo'lsa kerak. davlat xizmatidan arizasi Davlat xizmati Davlat xizmatlari sizga boradi bu. yo'q. sizga Sizga aytib o'ting. Yo'q, yo'q. Yadingiz bo'lishingiz kerak. Davlat xizmatlariga Berovdan kadastrdan ma'lumot bordiki, yeri tuman zaxirasida deyapti. Tuman zaxirasiga olishda mana adliya endi sizlar qo'lingizdan kelsa, mana bu narsa noto'g'riligini, bular noto'g'riligini asoslab turib, mana yuridik kuchda ega ekanligini tasdiqlovchi beringlar. Yana savol sizga. O'zingiz aytyapsiz. O'zingiz savolingizni o'zingiz qarshi ketyapsiz. Qarshi Agar ketgan shular bo'lsa, o'zimni noto'g'ri deyolmayman-ku. mana bu zaxira olish qarori deyapti. Bu hokimiyatning o'zining muammosi. To'g'ri zaxiradingiz. Bu qaror mana uni bekor qilmagan hech kim. Qilsa edi. Mana o'zingiz qaror kuchda bo'lsa, kuchdaligiga asos olib kelasiz. Adliyadan ana bular ham yengillashtiradi ishi. To'g'rimi? Biz to'g'ri savol berdikmi? To'g'ri savol ketmadik. Yo'q, to'g'ri savol berdingiz. Muammo yechiladi. Muammo yechiladi. Endi buni mana hurmatli kuzatuvchilar uzoq davom qilgan bilan uni ijtimoiy tarmoqlarga qo'yish imkoniyati yo'q. Shuning uchun shu yerda mana bir narsa ochildi deb o'ylaymiz. Mana kadastr tuman hokimligining mana birinchi muovindan o'tiribdilar. Hokimlar ham aytdi, mutaxassislarimiz o'zi mana hozirgi bayram katta tadbirim bor dedilar. Tadbirni o'tkazgandan kelib uchrashaman, masalan bunday ketdilar. Endi uchrashishlar bizning vaqtimiz hozircha yo'q. Mana endi yaxshi kutib oldilar. Shunda nima qildik? O'zlari hokim bilan gaplashib turib, shu masalaga oydinlik kiritadilar endi. Biz iloji boricha agarda qiyin bo'ladigan bo'lsa, boshqa tashkilotlardan ham sizga xat chiqarib turib, mana shunday qaror kuchda bo'lsa, bu ta'sir qiladimi yo'qmi degan joyga men sizga tushuntirib beraman, xat chiqarasiz. Bo'lmasa o'zlari ham chiqaradi. O'zlari majbur shunga qadar. Hozir bu yerda ana men shu narsa uchun keldim o'zim, qaror hali kuchda. Qaror bekor bo'lgan bo'lsa-da, hokimlikning bu aybi, yurishning aybi bu. Ikkinchi masalaga o'tamiz bo'lmasa, rozisiz bizdan. O'tiring. İkinci meselede endi ularga og'irroq masala emas. Fuqaro o'zingiz tanishtiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men O'qchimlarda yashayman. Abduvositdagi. Tanishgan bo'lsangiz, men siz tomonidan hech qanaqa meni aqam yo'q. Kadastr tomonidan chunki men qurilish boshlayman deganimda hokimga birinchi murojaat qilganman. Hokimda vakolati bor paytda tugallanish paytida bor paytda Boburjon Yo'ldoshev bo'lgan. Men murojaat qilganimda uyimga borgan. O'rgangani bu hokim haqiqatda endi o'zimning sharoitimni, ikkita farzandim oliygohda o'qiydi, o'zim ishsizman, ayolim ham ishsiz. Mana shunaqa o'zimning 15 yillik tajribam bor, hunarmandman. Hayvontash ustasiman. 15 yillik tajribam bor. Hokim bor qo'ldi, men aytdim, mana shunaqa ustaxona qilmoqchiman dedim, murojaat qilganimdan keyin hokim keldida, yana kelib aytdiki, ko'raylik bo'lmasa u joy, uyim yonidagi bir sotik joy edi, shunga qurilish qilib ustaxona qilsam, bir 3-4 ta ish o'rin yaratsam, o'zim ham ishsizman, ayolim ham ishsiz. Davlat ro'yxatiga kirsam desam, juda yaxshi dedi. Sizga nima xalaqit beryapti dedi. Yo'q, hech kim xalaqit bermayapti, faqat hujjatlashtirishda qanaqa bo'larkin desam, hokim aytdiki, siz dedi oldin dedim aytgach, endi
qurilish qiling dedi. Quruq yerga qila olmaymiz dedi. Faqat bizning vakolat bino bo'lgandan keyin nima hujjatlashtirishdi. Soliqdan o'ting dedi. Tadbirkorlik faoliyati dedi. Nimasidan o'ting, yakka tadbirkormi, oilaviy tadbirkormi, hujjatlarni qilishni boshlab yuboramiz dedi. Unga ham ma'qul tushdi, menga ham ma'qul tushdi. Rayonda hokimi yana uni gapiga ishonmasdan qabuliga ham bordim. Yana bir qator. U hokim aytdiki, Boburjon Yo'ldoshev yer kadastrini chaqirdi, arxitektorni chaqirdi, elektrisetni chaqirdi, hammasini. Nima qilaylik, bu akaga sharoit qilib yaratib beraylikmi dedi. Hech kimning qarshiligi yo'qmi dedi. Mahalla komitetini ham chaqirdi. Hech kimning qarshiligi yo'q, bu qilsin dedi. Shu ustaxonani oradan 1 yil vaqt o'tgandan keyin tom qismini yengil konstruksiya bilan yopishni boshlaganimda mahalla komiteti Hakimova bino buzdiraman deb ariza yozdi, prokuratura buzasan dedi. Xullas ish chalkashib ketdi. Men buzmaslikka qaror qildim. Ular ishtarab solamiz, oxiri buzdirdi. Bo'lgan binoni buzdirdi. Endi shundan beriga fundament bo'lgan, ko'rsatilgan binongizni ishlab chiqarish tadbirkorchiligingizga to'sqinlik qilib, meni buzdirib yubordi yerda. Shu birovga kerak emas, yon qismidagi bir sotik joy edi. Hech kimning sud qarorsiz buzdirish haqqi o'zi qonunda prokuratura bormagan. Bormagan. Bormi, bilasizmi? Bormagan. Prokuratura qilgan, mana shuni aytib o'tish joiz deb o'ylaymiz. Buzdirishi sudda, lekin prokurorning endilardan bu yerda ikkinchi tomondan aytib o'tishim kerak. Agar siz maqomni hokimning vaqtida vakolati bo'lmagan sizga aytib ketgan rahmat hokimga yordam qiladi. Sizga hujjatlashtirish bermagan. Vaqtda agentlik borada siz ishtirok qilishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik ishtirokda turib qolibsiz. Endi sizga masalan bu yerda mana iqtisodiy şöyle iqtisodchi birinchi muavinimiz ham o'tibdilar. Hozirgi vaqtda qaysi qonunlar bilan endi sizga shu o'zingizning hech kim bu yerda nima yo'q, nizo yo'q, to'g'ri nizo bormi? Yo'q, nizo hech kim yo'q. Nizo bo'lmasa, o'zingiz tutash hududingizga mana kadastr hozir narsalar tushunadi. Mana yaqindagi qonun bo'yicha agar bulara shu imkoniyat bormi, shu bo'yicha ular siz oldingizga ma'qul keldi. Bu bo'yicha tushuntirish beringlar. Abduxotaga bilan gaplashganman, borib ko'rib, to'g'ri. Borib bergansiz Boburjon bilan borgan. Endi chegara, O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining tagida joylashgan uyning yonida bir uchburchak joy bo'lgan, temir naves qurgan. O'sha yerda o'cha, ta'mir, temir buyum narsalar yasab sotadi. Chegara hudud. Ha. Simda tagida. Yo'q, simdan bir 20 metr pendaroqda. Simda yonida. Endi chegaraga. Unga bizni kadastr agentlik tomonidan, kadastr palatasi rahbari kadastr agentlik tomonidan o'z boshimcha egallagan yerda qurilgan bino inshootlarni buzdirish, bartaraf qilish ularni ishlar bor. Yer kadastri deyapti, shu kadastr agentligimiz borgan, bularda shu narsadan jarima qilgan, buzdirgan. Yo'q. Bu narsa bo'lmagan. Shu ishni aytyapmiz-da. Masalan 15 kun ogohlantirish kelishi mumkin. Bular o'zi aytganik buzgan qisqasi, buzgan. Rahmat, ular qonunning talablarini bajargan. Endi biz aytyapmiz. Hozir mana men savolimga javob bermadingiz. Shu prezidentimiz chiqarayotgan tadbirkorlarga, mana chiqarayotgan nimalarga, fuqarolarga chiqarayotgan qonuniga shu hududni tushirsa bo'ladimi? Yo'q. 2024 5-avgustdagi prezident tomonidan imzolangan 937-sonli qonun so'rayapsiz. Qonun bo'yicha bular tushmaydi. Shuni aytdim. Shu qayerga nima javob bermaydi shu talablarga? Bu qonunga misol uchun agar turar joy bo'ladigan bo'lsa, 2018-yil 1-maygacha qurib bitkazib yashab kelayotgan bo'lsagina nomzod sifatida ko'rib chiqishi mumkin. 937. Yer gapga tushundim. 18-yildan oldin egallab olingan yerlar va unda bo'lgan bino inshootlarga deb ko'rsatilgan yerlar deb va deganimda ko'pchilik shuni izohini qaramayapti, o'qimayapti. Bu 18dan oldin egallab olgan 20 yil bo'lgan. Lekin eng asosiysi hujjat bo'yicha bu odamga qarashli bo'lmoqchi qilgan narsa. Yana bir sotkini bu o'rab olgan, ikkinchi yo'lda qo'ygan ustaxona qurish maqsadida. Yana bir sotkini o'rab olib, bir sotkini yo'lda qoldirgan, ustaxona quraman degan maqsadda. O'sha joyda qurilish qilib yurgan joyida samimiy noqonuniy deb buzishgan.
Lekin buni hozir ham asbab hujjati bor. Qarorida 22 sotdikmi bu? Qarorida 22 Bor sotdik. aytda turibdi. Qarorida 22 sotdik. Bu yoqda bir sotdik endi qoldirgan. Buni o'sha paytda eshitmasdan bosim ostida buzib tashlash. Hozir ko'rsating shu yerda nima bo'lsa o'zi buni yana hozir ham hujjat. Mana hurmatli kuzatuvchilar Bor ko'rdingizmi? bor. Bular chegara cheganda o'zi asosiy. Bular chegarasi hisoblanadi, chegara hududi. Endi bir ikki joy aytib o'tdingiz, tushunib qolmasmi O'zbekiston fuqarolari ham ko'ra bu narsa muammo bo'lyapti mana hamma joyda. Shuning uchun ham yerlar egallab o'tirgan yer qismi bo'lsa ham deb o'tgan lekin qarorda shuni bor. Men o'rgandim juda bular ko'rsatadi. Hozir aytyapsizlar-da, o'zi 22 so'tlik, 1 so'tligina Bor, bu yerda qonunda bor. hujjat qilinadi. Hujjat kerakmi bunga? Bor, kek masala bo'ldi. Mahalla raisining gapiga kelib, Bormi? Joychi. Shuncha aka bitta narsada kim boryapti? Ashu Odina bilan o Nigora Odina bilan Nigora kim? Ashuni mahalla komplekti. Ha, yo'q. Siz bor biramizda hujjatni olib chiqing dedimmi? Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Kadastr aytyapti deb turib, kadastrda Ashu Odina bilan Odina kim? Hay mahalla kam. eshitdinglar. Mahalla raisi bor bu yerda kadastr ishga vakolatli o'sha paytda kadastr bilan mahalla kampiga qo'shib Siz aka bo'lsa qaroringiz bo'lib, qolgan qarori bilan siz yer asfalt olganlar kadastr bo'ladigan kim bo'lsa siz huquqiy mulkiy Yana bir joy bor, bu ham o'ta tushunmay turibdi. Yo'q, bitta narsa gapingiz bo'lmasa o'zi. Bular shu chizgi vaqtida 21ni bu tomonni paxsa qilib olibdi bular 21ni. Bu tomon отдельно qoldirib o'tiribdi. Shu qaytib berish kerak shu. Men bu yoqni hujjatini umuman ko'rmaganman. Ko'rgandim. Bormaganman ham. Borganimda boshqa masalada borganman. Lekin sizni uyingizga mahalla kamtida aytib borganmanmi albatta? Yo'q, men dedi. Hujjatdan muammo yo'q. Yo'q, sizda muammo yo'q. Shuni masalani tushundim so'rayapman. Hujjatni vaqtdagi olib keling. Men gaplashganman. Ha, hujjat. Nega kelayotganda men shariat bilan yetdim oldi yerim bor shu yerni qilaman degan. Keyin Boburjonov oldiga tushgan, o'sha oldiga hokimimizga qabulda bo'lgan. Keyin bular ham bor o'qitib turib. Bunga bo'lsa kerak bormaganman dedi. Bu odam bilan men gaplashganman, to'g'risi gaplashganman. U necha yil to'ymoqni gaplashganman. Ashunday turibdi-da. Olib keling, kadastr haqiqati bor bo'lgansin. Haqiqatan sizning yer bo'ladigan bo'lsa, kadastrni qilib, hujjatini qilib, o'z yeringiz foydalaning. Agar yo'lingizda ochish davlatga qarorligini ham ayting. Bitta elektron olsangiz, magazindan olib qo'ying. Ha, hozir. Shuning uchun aka, agar haqiqatan siz yer yuksaldi deyapti, xodingiz kadastr ko'rganmi yo'q, kadastr xodimlasizmi? Siz shunday bo'lgan ne degan sal ko'rib chiqing qani agar Hujjatni ko'ring. Hech qanaqa muammo yo'q. Hujjatni ko'radigan bo'lsa, aksiyani bu yoqda yerda mana biz to'g'risi bu tumanda hokimlikda yaxshi mana kadrlar bilan yaxshi mana suhbat yaxshi ketyapti. Shu nimalar aytishib o'tishimiz joiz. Bu yerda masalan prezidentimiz mana hamma joyda aytadi, hokim meni vakili. Bunga agar kim bosimlarda o'zi men bilan gaplashsin. Bir ish qilgan vaqtda jinoyat qo'zg'atishib deb aytayaptilar. Men shu yerda bir nimani aytib o'taman. Hokim borib turib bularga shuni tushunib turib, mana shu hujjatlarni berish kerak bu insonga. Tadbirkorchilik ko'rib biz hayron qoldik. Xorazmdan keldim men masalan. Bu Toshkentga kelgan bilan men tashkilotimiz yig'ilib kelib shunday ishlar qiladigan qo'lga ustaga qo'llanmachilik bo'yicha siz topshiriq bering, a'zo bo'lsinlar, налогdan ozod bo'ladi. Hunarmand ekan bu. ko'rdingizmi? Ko'rib hayron qoldim. Davlatimiz shuncha foyda keltiryapti. Hokimlarning gapini prokurorlar o'rganib ko'rib, hech bo'lmasa qonunlashtirishni ko'rgatsalar bo'lar edi. Buni ip tashlamasdan. Men ko'rib turib o'zim to'g'risi akadim hokimingiz tushunadi buni. Sizga xudo xolasa bitish kerak biz borsak. Sizga agar kim bo'lsa yordam beradi. Juda ham men qo'li bir inson ekan-da. Har xil narsalar yaratyapti. Shohid chiqaman deyapti, 4 ta shohid. 3 oydan 4 ta shohid chiqaraman. Jamiyatga kerak odam chiqaraman deyapti. Shaxsan kadastr tashkilotini akaga ishxona rangi nimasi yo'q. Bo'ldi, to'g'risini Qanaqa yordam iloji bo'lsa biz yana bu mavzuga qaytmadi. Hokim javob hujjat Hech masala yo'q. qonunga nima aloqasi yo'q. Lekin bu yana bir joyi bor. Menga Azarim fuqarolarimiz aytsa muammo yo'q. O'zing tushunib qizmasini, qizmasini sen
o'zlaring bolalarni muammolarni bilishlar. O'zlari qonun bo'yicha bor kelgani hokimiyatdan prokurorni jalb qilishi hokimiyat o'z bo'yiga olsa bo'ladi mana. Asosan hokim o'rinbosarlariga topshirish kerak. Nega borda? Ishlarga tushirib olmasdan olsa shu deb harakat qilish kerak. Ana shu kerak ekanda. Bugun o'zi tumanni bayrami. Hozir bitta anaqa gapim bor endi, oddiy gapim. Bu siz bilan menga bog'liq, Shavkat Bek. Siz mana hozir mutaxassisligingiz nima? Iqtisodchiman. Mana iqtisodchisiz. Men sizga bitta anaqani aytaman, figurani. Oddiy figurani. Men magazindan borib bir dona elektrod olsam, pulini to'layman. Magazinchi u elektrodni pulini olib turib soliqqa to'laydi. Men asha elektrodni ishlatsam elektr energiyaga pul to'layman. Men to'laymanmi? Bunaqa magazindan 28 tasi bilan aloqa qilaman. Hammasi menga bog'liqda, menga qarab turadi. Men ishlab chiqarsam bo'ladi haligilar. Agar men elektr energiyani asha elektrodni ishlatmasam u to'xtaydi. Buni sotamaydi uni. Soliq, shuni soliqlar ayollar ketdilar. Mana fikr. Bu soliqqa topshiradi bu ham. Elektr energiya ham soliqqa topshiradi. Hammasi soliqqa topshiradi. Faqat menga imkoniyat bersanglar, mana menga imkoniyat bersanglar, sizlar yordam bersanglar, agar vijdon amrini o'rtaga qo'yib, hokimni ham solmang, Shavkat Bey, hokimni ham solmang, buyoqni ham solmang. Agar yurgizsak kelishib turib ashit. Bugun boshlasa bir oyda bitkazaman. Iqtisod bozoradi. Turibdi tayyor. Instrumentlar ham turibdi, hamma yetadi. Hamma sizlar yordam bersanglar. Kechirasiz. Hujjatlarim bor. Besh turli, gapirib besh turli. Siz mana ne bilan gaplashayapsiz? Men mana ish qilyapman degandan keyin men olib kelgan hokimni olib keyin tashqariga topshirib berasiz. Men bor ko'rdim. Ko'rmaki siz birinchi kelib o'tirishayapman. Taklif Shavkat Bey, rasmiyman deb so'raymi? Yo'q, o'tirib gaplashganimizda keyin hokim Krishton nima gaplashganlar shuni to'liq yozman keyin unda birinchi o'rinbosar mas'ul o'tiradi. Yo'q, hokimiyat bilan shaharda keling hokimlar gaplashishdan keyin topshiriq berdi. O'zi borib mana keyin ana ashna bilan gaplashganim yo'qman. O'tirib bir yo'lda ko'rishi salom alaykum deb qoladi. Hizmatga o'qchiga bordim, boshqaga bordim, yig'ilish qildim. Ashpatda Shavkat mana bo'lyapti, Shavkat menga yordam bering deganda u masala yo'qdagi. Qarorlar hozir yengillashib ketgan, hozirda murakkab masala. Qilaman siz beradi. Ja haqiqatan siz nima qilsa, aksiyani yuklashingizdan mumkin bo'lish narsa qonun bo'ladi agar siz o'zingizda bo'lmasa, yoki xususiy nima qilsa bo'ladi. Bunda xususiy o'zini vaqti. Hech qanaqa masala yo'q ekan. Ertaga bayramni o'tkazamiz, boramiz. Masala yo'q. Endi bitta murojaatim bor endi sizga, agar iltimosga, agar iloji bo'lsa, o'sha yondosh hudud foydalanmay turgan joy deb biriktirib bersangiz ham ish boshlanib ketaveradida, bu to'xtab qolmaydi. Qonun. Shavkat aka qonun yo'l qo'ymaydi. Men sizga shart emas. Sizni o'zingiz yeringiz hujjat. Sizga faqat nima deyishgan? Chiziqingiz bor-ku, chiziqingizni o'ziga kirib berishadi hujjatingizga. Bo'ldi. Shu mumkin. Bo'lmasa auksionda sizga auksion degani yengil konstruksiya bo'yicha beradi. Chizuvda shakli o'zgargan bilan maydon o'zgarmaydi. To'xtab, shakli o'zgartirib yordam berishi mumkin. Shakli gaplashmaganman u masalada. Sizga misollarni nima demoqchiman? Shu kadastr dedim. Lekin sizlar tanqid qilib o'tdim, salom berib o'tdim, menga yaxshi hurmat qilib hokimga aytdim. Jazo qilmasa xafa bo'lmaysiz. Yo'q, unaqa narsa chiqarmaysiz. Bitta narsa sizlarni bo'yningizda birga bo'lmasa hech men bilganim yo'q. Yo'q, shu xato aytdim, birga salom bermaysiz menga. Yo'q, men o'zimiz doimiy fuqarolar assalomu alaykum. Yaxshi yigitlar kelsizlar, mana o'zingizni fuqarolarimiz bor. O'zingiz fuqarolarga yordam bersa, biz u yerda kelib yurmaymiz. Tuman rivojlanadi. Shuni harakat qilinglar bo'ldi. Men uzoqda kelib yurmaylar. Men to'g'risi yaxshi taassurotdaman tuman.